Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz har xil turdagi challengelar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz, ammo tashqarida fidoyi xodimlarimizni topa olmayapmiz. Shuning uchun kafedralar o'rtasida qisqagina so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Menga qaysi kitob sizni bu hafta o'ziga tortdi degan savol tushdi. Men bu haftada italiyalik yozuvchi Niccolo Machiavellining Hukmdor nomli kitobini o'qiyapman. Juda qiziqarli kitob ekan, sizlarga tavsiya qilaman. Qaysi kitobni sevib mutolaa qilgansiz? Men sevib mutolaa qilgan kitobim Boshim eshik orasi kitobi. Siz uchun kitobdagi qahramonlar yoki muhimmi yoki syujetmi? Xo'p, ikkalasi ham muhim, sababi ikkalasi ham bir kitobni to'ldiruvchi narsa. Syujet ham qahramon ham. Qahramon demak bu kitobning yuragi bo'lsa, syujet bu kitob skeleti. To'g'rimi? Qahramon ichki kechinmalari, uni hayotidagi qiyinchiliklari, uni oldida ko'rish mumkin bo'lgan barcha qiyinchiliklar kitobda asosiy mazmuni bo'lib turibdi. Syujet bu o'sha nimani kitobdagi voqea hodisalarni har yo'sin ketishi, natijalar o'quvchini o'sha kitob o'quvchisini o'sha kitob oxirigacha bo'lgan voqealarni syujetlarini haqida bo'ladi. Ikkalasi bir-birini to'ldiradi. Misol uchun kuchli qahramon bu syujetni jonlantiradi, kuchli syujet esa qahramonni shakllantiradi. Shuning uchun bu ikkalasi bir-birini to'ldirib keladi. Shuning uchun ikkalasi ham muhim deb hisoblayman. Ularni ham sotib olamiz, ham kutubxonadan olib o'tamiz. Oxirgi o'qigan kitobim Graf Monte-Cristo. O'qishni boshlagan, ammo davom ettira olmagan kitobingiz qaysi? Men o'qishni boshlagan, ammo davom ettira olmagan kitobim O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. Sizni yig'iladigan kitob qaysi? Men o'qigan kitoblar ichida meni yig'latgan emas, ta'sir qilgan kitob William Simonovning Bahodiriyat Ravrosi, ya'ni Stil Saqr. Birinchi marotaba o'qigan kitobingiz qaysi? Birinchi o'qigan kitobingiz Xudoberdi To'xtaboyevning Saroyda o'yini. Assalomu alaykum. Hozirda menga bu savol tushdi. Siz qaysi qahramon bo'lishni olardingiz dedim. Men o'tgan kunlardagi Otabekni tanladim. Men o'qib bo'lgan kitoblarimni saqlayman. Siz qaysi kitobni o'qiyapsiz va aynan u kitobning qaysi jihati sizga yoqdi? Hozirda Jorj Orwell'ni 1984 kitobini o'qiyapman. Siyosatga oidligi va jamiyatni tashkil qilishdagi jihatlar juda ham yoqdi menga.